ko'rasizlar. Mana shu qora giloslarimizni ko'chirib olib tashlayapmiz. Buni ko'chirib olib tashlashimizning sababi, ko'rib turibsizlar, uni valavoy daraxtimiz bor mana. Mana shu valavoy daraxtimizdan ko'paygan, taydan chiqqan, tomirdan chiqqanlari shu darajaga yetdi. Ularni olib tashlamasak, agaratimizga ham xalaqit qilyapti. Keyin u gilos tomiriga ham zarari bor, shu mevasiga zarari bor. O'shaning uchun olib tashlayapmiz. Agar sizlarga zarar bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, o'shanga aloqa qilsalaring. Bemalol adresni aytamiz, o'zlaring olib ketishlaring mumkin. Ularni bekorga berib yuboramiz. Endi buni ekishdan maqsad ko'pchilik mevasi uchun ekadi yoki bo'lmasam o'sha faqat olib kelyapti, yo'q. Keroq baqasiz. Mana ulaymiz, buni ko'pchilik mana valavoyga ulanadi. Mana valavoy ko'rishlaring mumkin. O'tgan yil ulagan valavoyimiz. Ko'pgina ulagan edik, lekin o'sha mana ko'rib turibsiz, tovuq bor edi, hayvon borligi uchun mana uni ezib tashlagan, mana sindirib tashlagan tovuqlar. Asosan tovuq sindirib olar ekan buni. Ular ham amal olib qoladi, keyin tovuqlar sindirib egib tashlabdi. Endi mana shu ikkitasi ko'karibdi. Ular ko'kargandan keyin o'zi tomiridan ko'payib ketadi. O'sha tomiridan sizlar ham mana shunaqa qilib valavoyda ulab olishlaring mumkin. Valavoy yoki baho giloslar bor. Shularni bemalol ulab parvarishlashlaring mumkin. Bu payvandtagi uchun juda yaxshi. Ligi uchun ko'pchilik ekadi. Payvandtagga yaxshi, valavoy uchun payvandtagga juda mos keladi. Kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.